Yigit qizni yerto'laga qamab qo'ydi va har xil usullar bilan majburlab o'ziga sevdirishga harakat qilardi. Filmning oxiri nima bilan tugadi, o'zingiz ko'ring va hammasiga guvohi bo'ling. Filmni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosish esingizdan chiqmasin. Demak, siz bilan qisqa film kanali. Quloqchilaringizni taqing va boshladik. Birinchi kadrlarda bizga o'ziga kelayotgan qizni ko'rsatishdi. U yerto'lada edi va qayerdaligi va nima bo'layotganini tushunmasdi. Bundan tashqari uning ikki oyog'i ham singan va boshi ham travma olgandi. O'zini Thomas deb tanishtirgan qandaydir erkak esa uning ismi Rubiligi va yoshi 25daligi. U oilada bitta farzand va universitetning yuridik fakultetida o'qishi va hali hanuz qorong'ulikdan qo'rqishini aytadi. Thomas uni qasddan o'g'irlab ketgani va uni sevib qolmagunicha shu yerda, ya'ni yerto'lada qolishini aytadi. Thomasning qoidalari shu ediki, u qizni kuniga 3 marta ovqatlantiradi, unga og'riq qoldiruvchi dorilar va homilador bo'lishga qarshi dori ham beradi. Bundan tashqari u qizni har 2 kunda cho'miltiradi va hojatga borib kelishiga ham yordam beradi, chunki qiz bunday travmalar bilan o'rnidan tura olmaydi. Svet yerto'lada ertalab soat 7da yonib, tungi 11da o'chadi. Yaqin oradagi odamlar yashaydigan joy esa bu yerdan juda ham uzoq. Shuning uchun ham qochib ketishni yoki yordam chaqirishni umuman iloji yo'q. Ruby esa hech narsani tushunmasdi. U qo'lda o'zining ismi tushirilgan brasletni ko'rdi, lekin hech narsani eslay olmadi. Bundan tashqari u dorilar qabul qilishni ham rad etadi, lekin o'g'ri unga agarda dorilar ichmasa, u faqatgina o'ziga zarar berishini aytdi. Hech qanday qo'shimcha ma'lumotlarni undan bilib olishning iloji bo'lmadi, lekin o'g'ri birgina uning sumkasiga teginmadi. Shuning uchun ham qiz bir amallab o'g'ri ketgan vaqtida sumkasigacha boradi va uning ichidan bir qancha narsalari, haydovchilik guvohnomasi va tennis to'pini ham topdi. Lekin qadamlarning ovozi eshitganda qiz qo'rqib ketadi va sumkani joyiga qo'yib o'z joyiga qaytdi, lekin tennis to'pi u yerda tushib qolgandi. Shuning uchun ham o'g'ri ko'rib qolmasligi uchun qo'rqib ketgan qiz uni o'z cho'ntagiga yashirib qo'ydi. O'g'ri Thomas esa unga harakat qilmaslikni maslahat beradi, chunki bu uning sog'ligiga juda ham katta zarar yetkazishi mumkin. Qiz qayta-qayta o'g'ridan nimalarnidir bilib olishga harakat qiladi, lekin o'g'ri unga "Meni sevib qolmaguningcha bu yerda qolishga majbursan." Homiladorlikka qarshi dorilar esa yigitning u bilan taqir-tuqir qilish niyatida emas, balki tamatli kunlarni to'xtatish uchun berilyapti. Chunki bu juda ham qulay. Qizning o'g'irlab ketishingdan oldin meni yoqtirganmisan degan gapiga esa Thomas juda ham qo'pol javob beradi va boshqa kunlari xuddi va'da berganidek unga cho'milish va boshqa narsalarda yordam berdi. Bir kuni qiz yolg'iz qoladi va yana o'z sumkasini kovlab, haydovchilik guvohnomasi va o'zining oynasidagi aksini solishtirib ko'rdi. Thomas esa bu vaqtda eshikning orqasidan poylab turardi. Keyin qiz oynani sindiradi va Thomas qarab turganini bilib, sekingina oynaning bir o'tkir bo'lagini o'z oyog'iga yashirib qo'ydi. Vaqt o'tardi. Thomas esa yerto'laning tozaligiga qarab qizga u qochib keta olmasligini qayta-qayta eslatib turardi. Shunday qilib kunlar o'ta boshladi. Bir kuni qiz o'z o'g'risiga savol berdi. Agarda u Thomasni sevib qola olmasa nima bo'ladi? Chunki sevgi bunday bo'lmaydi-ki, o'z-o'zidan kelib qolmasa. Bundan tashqari u xushmuomala gaplashdi va uning diqqatini bo'lmoqchi edi. Bu savoliga qiz javob ola olmadi, lekin Thomas unga nima xohlasa shuni olib kelib berishini aytadi. Shunda qiz undan adyal, yostiq va kitob so'raydi. Shunda xohlaganini olgan qiz kitobni o'qib tushundiki, u avval ham kitob o'qigan. Thomas aytdiki, bu qizning sevimli kitobi va u o'z rejasini tuzishdan oldin juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rgan va qizga qizil choy ham berdi. Qiz bu yerga tushishidan oldin sevimli bo'lgan qizil choyi. Qizning esa ijtimoiy his-tuyg'ulari ishga tushdi va asta-sekin xotirasi qaytishiga umid tug'ila boshladi. Chunki bu narsalar Thomas aytganidek uning miyasiga oldingi hayotini eslatib, xotirasini tiklashga yordam beradigan narsalar. Kitobni o'qiyotgan qiz esa oynasini orqali unda yashirin qoldirilgan so'zni o'qib qoldi. U yerda esa "Ishonma unga" degan yozuv bor edi. Shunday qilib u tushunib qoldiki, u bu yerga birinchi marta kelgan qiz emas ekan. Thomas bilan bo'lgan kechki birinchi tushlik vaqtida esa u Thomasdan to'g'ridan-to'g'ri bu haqida so'radi. Thomas esa buni rad qilib, u bu yerga kelgan birinchi qizligini qayta-qayta aytadi va undan boshqa uning hech kimi yo'q.
Qiz esa keyingi yashirin xabarni o'qib, devorning yashirin joyidan o'sha xatlar yozib qoldirilgan bir qancha gugurt tayoqchalarni topib oladi va keyingi tushlik vaqtida u Tomsdan o'zining xatti-harakatlari uchun uzr so'radi va romantik atmosferani qo'llash uchun u shamni yoqishini ham iltimos qildi. Qiz uning diqqatini bo'lish uchun unga aytib bera boshladi. U har doim qo'rqinchli tush ko'radi. U suvga har doim cho'kib ketadi va kimdir oxirgi vaziyatda uni qutqarib qoladi. Tom esa uni diqqat bilan eshitgunicha bildirmasdan gugurt tayoqchasini o'g'irlab oldi va yolg'iz qolganida o'zining oyoqlarini yechib u yerda umuman jarohat yo'qligini ko'radi va o'zining o'g'risi yo'qligi vaqtida ishonch bilan birinchi qadamlarni tashlay boshladi. Qaysidir vaqt esa qandaydir erkak uning oyog'iga ukol qilganligini eslab qoldi. Lekin tushunmasdiki, bu uning xotiralarimi yoki shunchaki xayollardan o'tdimi. Tunda qiz yashirin xatlarni o'qib, o'zini asta-sekin oyoqqa turg'izardi. Lekin Tomsga o'zi yaxshi bo'layotganini ko'rsatmasdi. Kim bu yashirin xatlarni yozib qoldirmasin, u qizga yaxshi bo'layotganini yashirishni maslahat berardi. Ruby esa qulay vaziyatni kutib xuddi shunaqa qildi. Bir kuni Toms uning uchun shirin bir taom tayyorlaydi. Ruby esa u taomni tatib ko'rib, avval restoranda qandaydir erkak bilan o'tirgani va xuddi shu taomni yeb birga vaqt o'tkazganini eslaydi. Toms esa tan oldiki, o'sha erkak u bo'lgani va avvallari ular juda ham baxtli bo'lishganini aytadi. Lekin qizning bu xotiralar rost ekanligiga juda ham ishonch komil emas edi va o'sha erkak aynan Tommy bo'lganligiga ham Ruby patologdagi kichik bir teshikdan qarashga muvaffaq bo'ladi va Tommy uni aldamaganligi va ular haqiqatdan ham shahardan uzoqlikda va atrofi suvli joy bilan o'ralganligiga ishonch komil bo'ladi. Ertalablari qiz kitob o'qirdi, rasm chizardi va Toms bilan suhbatlashardi. Bir kuni esa Toms birga uxlab qolganda esa sekingina eshikni ochib qochib ketmoqchi bo'ladi, lekin Toms uyg'onib qoldi. Shunda qiz aytdiki, u shunchaki zerikdi va eshikning orqasida nima borligiga juda ham qiziqdi. Romantik holatni saqlash uchun esa Toms musiqa qo'yadi va qizni raqsga ham taklif qildi. Qiz esa o'zining xotiralarida yigit bilan birga raqs tushgani, uning aslida boshqa yigiti bo'lsa ham u yigitga sevgi izhor qilganini eslaydi. Shunda qizning xayollari ham chalkashib ketadi va yolg'on va haqiqatni ham ajrata olmay qoldi. Toms esa qizga o'zining ishonchini ko'rsatish uchun unga chiroq va musiqa boshqaruv pultini ham beradi. Ruby asta-sekin yigit uchun raqs tusha boshladi va yomon ishlar oxiri intimga yetib kelganda esa qizning xotiralari yana qayta boshladi. Bu safar esa unga Tomsning o'zi hammasini eslatdi. O'sha kuni Ruby barda o'zining do'sti bilan o'tirgandi. Do'sti undan shuncha vaqtdan beri ular do'st bo'lishiga qaramasdan ular o'rtasida nimaga yaqinlik bo'lmaganini so'raydi. Sariqchi esa bunga shunchaki kulib qo'yadi. Shundan so'ng ular asta-sekin uyga keta boshlashdi. Qiz esa bu orada Tomsning qo'ng'iroqlariga javob bermasdi. Yoshlar uyga kelishganda esa Rubyning do'sti uning qarshiligiga qaramasdan karavotga yotqizadi va xohlaganicha zo'rlaydi. Bu vaqtda esa Toms uning uyiga kelgandi. Uni o'zining do'sti Rob tashlab qo'ydi. Ichkariga kirgan Toms bo'lgan voqeani ko'rdi va shokka tushib Rubyni g'izlatgan bolani dabdalasini chiqaradi va bundan tashqari tushundiki, qiz urushlardan o'z xotirasi va hushini ham yo'qotgandi va shuning uchun ham Toms qizni o'zi bilan olib ketishga qaror qiladi va do'sti Robdan politsiyaga aytmasligini iltimos qiladi va do'sti ularni uzoq shimolga olib borib qo'ydi. Ruby hali hanuz o'z hushiga kelmaganda va hech narsani eslay ham olmasdi. Shunda Toms kichik bir kemani o'g'irlab uni odam yashamas orolchaga olib boradi. Shunda u qizni hamma narsani eslashi uchun yoki yangi xotiralarni olishi uchun yerto'lada saqlay boshlaydi. Toms uning amneziyasi haqida hamma ma'lumotlarni o'rganib chiqadi va shuni bilib oladiki, agarda qiz juda ham uzoq uxlasa yana hamma narsani esdan chiqaradi va Toms yana hammasini boshdan boshlashga majbur bo'lardi. Shunda u reja tuza boshlaydi va qizning oldida har xil ssenariylarni o'ynab ko'radi. Hattoki o'zini vrachdek ham ko'rsatib, shifoxona palatasini ham o'ynadi. Hozir esa qizga oyoqlari singanligiga ishontirib, o'zini sevishga majbur qiladigan o'g'ri qiyofasini o'ynash kerak edi. Va oxiri bu harakatlar o'zining mevasini berdi. U Rubyning xotiralarini
pullarini qaytardi va endi juda ham baxtli edi. Sariqcha ham juda ham baxtli edi. Ular Ruby bilan bu yerda yolg'iz qolishgandi va ular o'rtasida har kuni eshikka mindim yoki g'izillatish o'yini bo'lardi. Lekin bir kuni Tomas uxlab yotganda u o'sha oyna bo'lagini oladi va Tomining qo'l soatining signali chalinishi bilan manyak qiz harakatga tushdi. Qizning ishonchi komil ediki, qizning xotiralarining hammasi yolg'on. Tomas esa shunchaki manyak psixopat. Qiz unga juda ham ko'p zarbalar beradi va yerto'ladan yugurib chiqib qocha boshladi. Dengizga qarab qochgan qiz qayiq tomon yugurdi, lekin qaysidir vaqt kuchsizligidan yana yiqilib hushini yo'qotadi va unga yana sekin-sekin suvga cho'kib ketayotgan qo'rqinchli tush kirdi. Oxirgi kadrda biz ko'ramizki, Ruby yana o'sha podvalda xuddi shifoxona palatasidek bezatilgan joyda o'z hushiga keladi. Uning qarshisida esa doktor formasida Tomas turardi. Tomas unga aytdiki, operatsiya omadli yakunlandi, lekin qiz xotirasini yo'qotdi. Ketishidan oldin esa u qizga yigitingga hushingga kelganingni yetkazib qo'yaman deydi. Shu bilan esa filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda film sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan esa sevimli qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.